Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti korrupsiyaga qarshi kurashish compliance nazorat tizimini boshqarish bo'limi boshlig'i Alisher aka Ikromov navbatdagi mehmonimizlar, ular bilan tanishib olamiz. Ular bilan ta'limda korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi ishlar haqida suhbat quramiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada. Bilasizmi, demak Alisher aka mana bugungi kunda ta'lim mana shu davlatimizning rivojlanishiga bir asosiy poydevor desak adashmagan bo'lamiz. Ayniqsa oliy ta'lim tizimiga bir alohida e'tibor qaratish kerak. Chunki mana so'nggi yillarda prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan mana shu ta'lim to'g'risidagi ko'plab ishlari yoshlarimizga juda ham manfaatli bo'lmoqda va mana o'tgan yillarga nisbatan o'tgan vaqtlarga nisbatan aynan yaqin yillarda mana ancha vaqtdan beri o'qishga oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi yuqori bo'lib bormoqda. Ya'ni ko'plab abituriyentlarimiz talabalik baxtiga sazovor bo'lib borishmoqda. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, mana korrupsiya holatlariga qarshi kurashish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi. Bu borada ta'lim tizimida qanday ishlar amalga oshiryapti? Keling shu haqida gaplashamiz. Ta'lim tizimida korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, 2021-yilda oliy ta'lim tizimida davlat oliy ta'lim muassasalarida korrupsiyaga qarshi kurashish compliance nazorat tizimini boshqarish bo'limlari tashkil etilgan. Ushbu bo'limlar tomonidan oliy ta'lim tizimida o'sha kim qayerda ishlayotgan bo'lsa, o'sha ta'lim muassasasida o'sha joydagi korrupsiyaga qarshi muammolarni bartaraf etish. U yerda u korrupsiyaga bog'liq muammolar ishga kirish masalasida bo'ladimi, u professor o'qituvchilar tarkibida bo'ladimi yoki talabalarga oid bo'ladimi, ularni yashashi, o'qishga kelib ketishi, umuman institutda yoki o'sha universitet deymizmi, oliy ta'lim muassasasini hayotida mavjud bo'ladigan har qanday muammolarni biz korrupsiya deb baholayapmiz va shunga qarshi kurashyapmiz. Shu muammolar hammasini ijobiy hal etish chora-tadbirlari ko'rilyapti. Endi bu borada birinchi navbatda asosiy ishimiz O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun asosida tashkil etiladi. Bundan tashqari Oliy ta'lim vazirligi va maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tizimi idoralari o'sha rahbarlik vazirligidan bizga har xil o'sha yo'l xaritalari, bu korrupsiyadan xoli muhitni yaratish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilishi kerakligi mukammal vaqtlari bilan, qanday ishlar amalga oshirilishi bilan kontingent deymiz jamoasi kimlar orasida qanday tashkil etilishi barchasi belgilab berilgan va shu asosda biz hozirgi kunda oliy ta'lim tizimida o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarini samarali tashkil qilib kelyapmiz deb o'ylasak bo'ladi. Bu aynan mana shu Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti demak qamrovida qanchalik bo'lyapti korrupsiyaga qarshi kurash? Namangan davlat chet tillar instituti Is'hoqxon Ibrat nomidagi o'z institutimiz yangi tashkil etilgan. 2022-yilda tashkil etilgan. Hozirgi kelib mana endi 3-kurs talabalarimiz bu yil bitirishdi, 4-kursga muvaffaqiyatli o'tishdi. Mana qisqa davr ichida biz endi lekin jamoamiz kichikligigami yoki ish yaxshi tashkil qilinganiga rahbariyatimiz tomonidan berilgan vazifalar, jamoamiz o'z vazifasiga sidqidildan yondashganligi natijasida bizga holat hozirgi kunga qadar shu 3 yil ichida korrupsiya bilan bog'liq salbiy muammolar va jinoyat deymiz, ma'muriy huquqbuzarlik deymiz, bunday salbiy holatlar sodir etilmadi. Juda ham ajoyib. Ayniqsa buni aynan bugungi zamonga taqqoslaydigan bo'lsak, Namangan davlat chet tillari instituti hozirgi kunda yoshlarning ta'lim tarbiyasiga bir alohida e'tibor qaratib kelyapti. Xodimlarni mehnat faoliyatlarida umuman olganda ta'lim berish jarayonlariga juda ham katta bir yutuqlarga erishyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana bundan o'tgangi mehmonimiz ham o'zining oldingi mehmonimiz ham Namangan davlat chet tillari institutidan tashrif talabasi. Ulardan mana shu talabalarni o'zlaridan ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda u yerda ta'lim qay darajada yo'lga qo'yilgan va qanchalik samara beryapti. Hozirgi kunda aytib o'tmoqchisizki, ya'ni yoshlar, ya'ni biz yoshlar umuman bizdan sal yoshi kattalar ham ta'limga bo'lgan qiziqishlari, ta'limga bo'lgan bir ishtiyoqlari ortib borgani bois ham meni fikrimcha korrupsiya holatiga unchalik demak zarurat tug'ilmayapti. Ya'ni hozir demak ular o'zlari xohishidan mana shu ta'limda nimadir erishish. Chunki hozir korrupsiya holatlariga qarshi kurashish kuchaygani bois ular sezishyapti menimcha. Ya'ni o'z bilimimiz bilan, o'zimizni mana shu aqlimiz bilan, o'zimizni o'qigan kitoblarimiz orqali biz nimadirga erishishimiz mumkin degan holatlarni biz guvohi bo'lishimiz mumkin, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Hozirgi kunda
bizni institutimiz miqyosidan olib qaraydigan bo'lsak, talabalar o'rtasida nima deydi, tashkil etiladigan har xil tanlovlar hammasi adolatli, shaffof o'tkazilayotganligi bois iqtidorli talaba o'zini namoyon qilishiga imkoniyat yaratilyapti. Va endi o'zi ustida ishlagan, o'zini iqtidorini namoyon qilgan talaba bir yutuqqa erishgandan keyin uni rag'batlantirish ishlari ham o'zi yaxshi jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Bizda institutimizda shunday tartib yo'lga qo'yilganki, masalan, mana ingliz tili, chet tillarini bilish sertifikatlari darajasiga yuqoriligiga qarab turib, talabalarga o'sha rektorimiz tomonidan belgilangan chet elga har xil o'sha kunlarni belgilangan bir haftalik, 2 haftalik yoki 1 oylik safarlar, sayohatlar uyushtirilishi kabi rag'batlantirishlar belgilangan. Bundan tashqari o'sha yaxshi natijaga erishgan talabalarga planshetlar, notebook, shu kabi qimmatbaho sovg'alarni ham berish tartiblari joriy qilingan. Bundan tashqari yana talabalarni rivojlantirish jamg'armasi bor, respublika miqyosida vazirlik tomonidan tashkil qilingan. Shu talabalarni rivojlantirish jamg'armasidan nima deydi, o'sha tanlovlarda g'olibligi qo'lga kiritgan talabalarimizga diplomlar, esdalik sovg'alari va qimmatbaho buyumlar doimiy ravishda berib kelinadi. Alisher aka, nima deb o'ylaysiz? Mana shu korrupsiyani, ayniqsa oliy ta'lim demak qamrovida oladigan bo'lsak, yo'qotish uchun nima qilish kerak? Oliy ta'lim tizimida korrupsiyani yo'qotish uchun hozirgi kungacha amalga oshirilgan islohotlar natijasida oliy ta'limda ancha korrupsiya kamaydi. Birinchi navbatda hujjat topshirish, undan tashqari kirish imtihonlariga kirish jarayonlarida deyarli korrupsiya yo'qoldi. Nimaiki hamma onlayn kuzatib turiladigan umumiy bir joyda hamma imtihon topshiryapti va bu joylar doimiy nazoratda. Test yechayotgan talaba o'sha monitorga qarab turishi, doim qarab turishi lozim va shart. Agar u o'zini chalg'itadigan bo'lsa, o'sha u yoqqa bu yoqqa ilovlaydigan bo'lsa, o'sha o'zini ekrandan, monitordan olib qo'yish holatlari soni ko'payib ketadigan bo'lsa, avtomatik bu nima qiladi? Imtihondan chetlashtirish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Hozirgi kunda undan tashqari mana til sertifikatlarini olish ham to'liq elektronlashganligi sababli inson omili hech korrupsiya bu yerga aralashishga imkoniyati yo'q. Tushuntira oldimmi? Endi bizda korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar jadallik bilan bo'lyapti. Biz talabalar bilan, ular jamoasi bilan har o'sha jadvallarimizga, rejalarimizga asosan doimiy tushuntirish ishlarini olib boramiz. Bizga hozirgi kunda o'sha prezidentimizni 5-martdagi korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengashini kengaytirilgan yig'ilishida ham qo'ygan asosiy vazifalardan biri biz davlat xizmatiga kadrlar tayyorlashda buyurtmachilardagi sifatni nazorat qilishimiz kerak va sifatli kadrlar, ya'ni biz o'sha intellektual, salohiyatli, fidoyi va halollik vaksinasi bilan emlangan kadrlar tayyorlashimiz kerak deb oliy ta'lim tizimiga o'sha asosiy vazifani qo'ydilar va biz bu yo'lda o'zlarimiz ishlarimizni amalga oshirmoqdamiz. Albatta. Alisher aka, baribir mutaxassis sizda. Mana shu sizni mutaxassis sifatida bir savolim bor. Sohalar bo'yicha oliy ta'lim tizimida amalga oshirayotgan mana shunday korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ishlarni, demak, qarshi kurash bo'yicha universitetning o'zida mana sizga alohida kadrlar ajratilib, bu bilan shug'ullanyapsiz. Endi nodavlat oliy ta'lim dargohlarida bu qanchalik yo'lga qo'yilgan yoki qarshi kurashish bo'yicha nimalar qilinmoqda? Hozirgi kunda mana shu oxirgi o'sha milliy kengash yig'ilishidan kelib chiqib va bundan keyingi oliy ta'lim vazirligi, maktabgacha maktab ta'lim vazirligi tizimidagi o'sha ta'lim jarayonlarini nazorat qilish jarayonida prezidentimiz o'sha ta'lim sifatini nazorat qilish bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Alohida bu ta'lim sifatidagi o'sha qo'yilgan talablar davlat oliy ta'lim muassasalariga ham va nodavlat oliy ta'lim muassasalariga ham bir xil talab qo'yiladigan bo'ldi. Endi o'sha nodavlat oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan va uni bitirib chiqqan nima deydi, o'sha bo'lajak o'sha kadrlar deymiz, ular shu oliy ta'lim muassasalarida, davlat oliy ta'lim muassasalaridagi kadrlarga qo'yilgan talab qanday bo'lsa, o'sha darajada yetishtirib chiqarishlari majburiy hisoblandi. Demak, oldingidek puling bo'lsa, bemalol o'qishga kirishing mumkin yoki bitirishing mumkin, diploming qo'lingda degan gapga o'rin yo'q. Masalan, magistratura bosqichiga davlat oliy ta'lim muassasalarida
o'sha sertifikat C1 darajada ingliz tilida oladigan bo'lsak C1 darajadagi sertifikat bo'lishi shart deb belgilangan. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida bu kirish imtihonlarida ularda shart emas, lekin u joyi o'sha nodavlat oliy ta'lim muassasasini bitirib ketayotganda C1 darajadagi sertifikat talab etiladi. Bo'lmasa ular u oliygohni nima qilishadi? Tamomlay olishmaydi, qo'llariga ularga diplom berilmaydi, yakuniy davlat attestatsiyalariga qo'yilmaydi. Demak, bu ham korrupsiyani oldini olish uchun bir qadam hisoblanadi. Shunaqa ishlardan amalga oshirilayotgan ishlardan biri hisoblanadi. Endi rejalar qanday kelajakda? Shularga ham to'xtalib o'tsak. Endi hozirgi kundagi oliy ta'lim tizimida yoki balkim butun O'zbekistondagi davlat idoralarida korrupsiyaga qarshi kurash ishlarini jadallashtirish uchun, rivojlantirish uchun yoki bunga qarshi kurash ishlarini samarasini oshirish uchun nima qilish kerak degan takliflar bo'ladi. Biz agentlik direktori Akmal Burxonov bilan bo'lgan uchrashuvlarda biz bu to'g'risida unaqalar beramiz, takliflarimizni beramiz. Biz bergan takliflardan eng asosiylari o'sha ta'lim muassasasi deymiz yoki ishchi idora deymizmi, ma'lum bir jamoani o'sha idorasini to'liq kamera kuzatuv nazorati ostida o'rnatish. Qayerda kamera yoki kuzatuv nazorat bo'lmasa, o'sha joyda korrupsiya nima bo'ladi? Moyillik sharoit yaratiladi. Agar siz mashxonada kamera rahbaringiz kamera nazoratida kuzatib o'tirgan bo'lsa, demak siz u yerda noto'g'ri harakatlarni va taqiqlangan ishlarni qila olmaysiz. Bundan tashqari barcha O'zbekiston Respublikasidagi korrupsiyaga qarshi kompaniya nazorat tizimini boshqarish bo'limlarining barcha xodimlarini o'sha korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tizimiga o'tkazish va bundan keyin o'sha korrupsiyaga qarshi kurash ichki nazorat tuzilmalari xodimlari ishlayotgan jamoaga sizga nisbatan o'sha yerdagi ular nazorat qiladigan jamoaga nisbatan ularni oylik maoshlarini o'sha darajaga yoki ulardan yuqoriroq qilib ko'tarib qo'yish bizni bu korrupsiyaga qarshi kurashdagi ishlarimizni samaradorligiga yaxshi natija ko'rsatadi. Rahmat deymiz. Bugungi ma'lumotlar uchun, tashrif uchun ham o'ylaymizki, barcha fuqarolarimiz o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishdi. Albatta, demak dasturimizni davom ettiramiz. Rahmat avvalambor tashrif uchun va bergan ma'lumotlaringiz uchun.